O'zbekiston fuqarolariga tezkor xabar. Barcha fuqarolar ogoh bo'lsin. Ertaga 3-noyabr kunidan rasman O'zbekistonda boshlanadi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video rolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Oxirgi paytlarda jinsiy faollik susayganmi? Hissiyot yo'qoldimi? Peshobdagi muammolar tinchlik bermayaptimi? Endi xavotirga o'rin yo'q. Yangi tabiiy yechim yordamida 5 kunda o'zgarishni sezing. Quvvat tiklanadi, hissiyot uyg'onadi, ishonch qaytadi. Hayotingizga kuch-quvvat, baxt olib keling. Tabiiy yo'l bilan hech qanday kimyoviy dorilarsiz. Bugun sinab ko'ring, natijani o'zingiz ko'ring. Tabiiy yechim 5 kunda natija. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Poytaxtda issiqlik ta'minoti 3-noyabrdan yoqiladi. Bu haqida Toshkent shahar hokimligi xabar berdi. Toshkent shahar hokimligi qaroriga ko'ra 3-noyabrdan ijtimoiy obyektlarda maktab, bog'cha, shifoxona va boshqalarda, 5-noyabrdan esa turar joy binolarida markazlashgan issiqlik ta'minoti yo'lga qo'yiladi, deyilgan ma'lumotda.